Assalomu alaykum ustoz. Bugun biza darsga kech qoldik. Shuni aybimizni o'zimizni tan olish uchun keldik. Bizani jazolang tez. Jinni pinni bo'lib qolmadilaring, sen bundoq qilganlaring, o'zlaring kelasanlar. Nima dars edi? Ingliz tili. Ingliz tili qana? Ingliz tilidan q harfini ham bilmaysan-ku, Samandar. Harfi yo'q ingliz tilida. Bor. Men o'zim ko'rganman uni. Yo'q, ustoz, qarab ko'ring yaxshilab. To'xta, qara, boshim qotirmalaring. Samandar, men senga bitta savol beraman. Savolimga javob bergin. Samandar, do you speak English? Ha? Bilmaysan. Rahmatjon, do you speak English? Yes, I on the English post is out. Himya ot int and the like. Nima deganingni hozir o'zing ham bilmaysan-ku. Cho'tki bilaman ustoz. Yaxshimisiz dedim. Aldamagin, aldaysan-ku Rahmatjon. Aldayapti-ku, to'g'rimi, Sardor? Samandar? Qichini urmagin, nima qilyapsan? Allergiya berib tashlabdi ustoz, nima qilay? Qanaqa allergiya? Odam cho'milib yurish kerak. Allergiya deysan. Borlaring darsingga, nima dars keyingisi? O'ris tili. Rus tili. Bor tez darslaringga. Menda ham boshlandi. Yuqumlida shu allergiya.